Assalamu alaikum, hürmetli tamaşbınlar, aziz yurttaşlar. No'ruz bayramınlarga mübarek olsun. Ben riyasetçi İftihar Abdurshid. Hammalarga chin ko'nglimdan xush kelibsizlar deyish bilan birga o'tliq salom yo'llayman. No'ruz bayrami Uyg'urlarning uzoq tarixiy taraqqiyotlar jarayonida madaniyat barpo qilish va madaniyat o'zlashtirish asosida shakllantirgan ommaviy asosi kuchli, qadimiylikka, umumiylikqa ega, yerlik va milliy aloyidlik mujassamlangan bayramlarimizning biri. Tariximizga nazar solsak, e'tiqod qilgan dinlarimizning va ishlatgan yoziqlarimizning ko'pligi bilan alohida ko'zga chiqamiz. Bu xil hodisa madaniyatimizning rangarang va jazbador bo'lishiga belgilik ta'sir ko'rsatgan. Shunday deb aytishga bo'ladiki, Uyg'ur millatimiz madaniyat yaratish va o'zlashtirish iqtidori nihoyat kuchli bir millat. No'ruz aslida fors so'z. O Nevruz so'zining Uyg'ur tilidagi o'zgargan varianti bo'lib, so'z ma'nosi jihatdan bahor yomg'iri, tunji bahor kuni, ko'klam kuni degan ma'nolarni bildirdi. Bu bayram Shamsiya kalendari bo'yicha qish oxirlashib, bahorning boshlanish kuni, ya'ni her yili 3-oyning 21-kuni kun bilan tun tanglashgan bahorning 1-kuni o'tkazildi. No'ruz bayrami asl mohiyati bilan yangi yil bayrami bo'lib, bu an'anaviy bayram bizning turmush odatimizda intayin cho'ng ta'sirga ega. Bu qutlug' kunda kishilarda paydo bo'ladigan ma'naviy xushallik va dabdabalik, jo'shqin ijtimoiy kayfiyat eng yuqori pallaga chiqadi. Butun yurt ve mahalliy köy bo'yicha bayram tantanasi cho'miladi. Uylarda No'ruz ish etiladi. Maydonlarga dashqazon esiladi. Kishilar savob tepish uchun yaxshi ishlarni qilish bilan birga bir-biriga yaxshilik tilashadi. Ko'ngli g'arq bo'lsa, afu so'rashadi. Ustakorlar ko'z pishgan va qo'li chivar shogirdlarga hunarning yangi bir usulini o'rgatib qo'ydi. Medres maktablarda molla ve ustozlar taliplarga No'ruznoma yozib berdi yoki yozdirdi. An'analarimizni, urf-odatlarimizni o'rgatdi. Odam bo'lish haqida nasihat o'gitlarni berishdi. Turli tantarbiya faoliyatlari uyushtirildi. Sayl sayohat, nag'ma-navo qilishdi. Xo'sh, yuqorida aytilgandek qutlug' bo'lgan birlikka, barobarlikka, o'mlikka da'vat qiladigan xosiyat bu kun, bu bayram mayli militaristlar davridagi Shansay zamonida bo'lsin, yoki milliyatchi Xitoylar vaqtida bo'lsin, va yoki kommunist Xitoylar zamonida bo'lsin, izchil cheklanib kelgan. Shunga bu kunni xotirlash uchun bir yerga kelishimiz amaliyotda madaniyatimizga va an'anamizga ega chiqqanligimizdir. Bo'libmi bugünkidek Xitoy kommunistlari bizni radikal, bekinmichi deb qalpoq kiydirib, biz ularga madaniyat o'rgatyapmiz deb bildirlayotgan bu kunlarda. Necha ming yillik madaniyat an'anasiga ega bo'lgan, dunyo madaniyatiga olam shumul to'kbilarni qo'shgan va ilhom qo'shayotgan bizlarni tarbiyalayapmiz deb chalg'ayotgan bu kunlarda. Shu sababdan bu qutlug' kundagi faoliyatimizni Dünya Uyghur Qurultiyi Madaniyat Komiteti ve Uyghur Yevropa Madaniyat Merkezi bo'lish sifatimiz bilan uyushtirib, sizlarga sunishimiz bizni cheksiz iftixorlanish tuyg'usiga ega qilmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi bu faoliyatimizni boshlashdan burun sahnaga Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Turpunjon Alovuddin efendimni, sizlarni ve san'atkorlarni xush kelding deyish uchun ichilish so'ziga taklif qilaman. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Aziz vatandaşlar, qadrli mehmonlar, muhtaram xonimlar va efendiler. Bugünkü roza heyetini ve
No'ruz bayramını tebriklash faoliyatimizga hoş geldinglar. Bu iki bayram münasebeti bilan hammanglarni qizg'in qalbimdan tabriklayman. Aziz qarindoshlar, Ro'za hayiti bizning diniy bayramimiz. No'ruz bo'lsa bizning milliy bayramimiz. Bu iki bayram bugün bu yerda o'tkazilyapti. Belki ba'zilar bu vatanimizda irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan bir sharoitda bu yerda bayram o'tkazib, bu yerda naqsh usul o'ynab, kulib qilishinglar to'g'ri emas deyishi mumkin. Albatta haqli bir savol. Bu bir vicdanning ovozi. Ammo lekin shuni tushunishimiz kerakki, bir millat o'zining diniy e'tiqodi bilan, adabiyot san'ati bilan, milliy kimligi bilan bir millat bo'la oladi. Buning hech qaysisi kam bo'lib qolsa, o millat bir butun millat bo'la olmaydi. Uyg'ur millati cho'ng bir millat. Tarixda nurg'un dunyo madaniyatiga tuhfa qo'shgan bir millat. Shuning uchun bu millatning diniy e'tiqodi, adabiyot san'ati, naqsh usullari, milliy kimligi butun bir gavda bo'lib, millatimizning an'anasiga mujassamlangan. Shuning uchun buning hech qaysini inkor qilish bo'lmaydi. Shunga bugun bu ikki bayramni tabriklash uchun bu yerga to'plandik. Biz albatta vatanimizni bayram qilayotgan bo'lsak-mu, vatanimizdagi bayram qilolmayotgan qarindoshlarimizni unutib qolganimiz yo'q. Hech qachon ularni unutmaymiz, ularni doim eslaymiz, ularning erkinligi va ozodligi uchun kurash qilamiz va qilyapmiz. Aziz qarindoshlar, Allah'ın izniyle inşallah bir günü bu bayramlarımızı vatanımızda hatırlayacağım, çıraylık, öz yurtlarımızda, uruk tıkkallarımız bilen, halkımız bilen birlikte ötküzdüğümüzde işencim kamil. Aziz qarindoshlar, her daim jığlap kakşap ötkül olmaydı. O da kısak bizden maneviyetimiz, irademiz boşap ketidi. Şunu bilan Xitoy vatanimizda mecburi halda bizni yo'qitimizda irqiy qirg'inchilik elib berayotgan bo'lsa, chet ellarda o'zligimizdan jimjit yo'qib ketdimiz. Shuning uchun biz chet elda e'tiqodimizni ching turishimiz kerak. Shuning bilan birga milliy an'analarimizni, adabiyot san'atlarimizni butun bir gavda sifatida saqlab qolishimiz kerak. Avlodlarimizga o'g'itishimiz kerak. Shunday qilganda biz bir millat bo'lib abadiy yashashga muyassar bo'la olamiz. Alloh hammamizning hayitimizni takror muborak qilsin. Bugungi bu hayit bilan bu bayramimizni chiroyli, xo'shal-xarom o'tkazgilni nasib qilsin. İnşallah hammamiz bir kuni vatanimizga qaytib, ozod vatanimizda bu hayit bayramlarimizni o'tkazishga nasib qilsin. Ko'p rahmat. Sizga rahmat, Rais efendi. Hürmetli tomoshabinlar, tövende diqqatinglar, usti san'atkorlarimizning o'rindishida Uyg'urlarningki kimlik olgan 12 muqamimizdan öz hal muqami diqqatinglar bo'lsin. San'atkorlarimiz yana sahnga rahmat.
Çolun vadi sılama yel körerme. Canı ben bir yuli buzma buzulane Felek bidad edin gerçeğini haki Gubar oldu Tiyemen tapma beyler Tut yalıkan
Vay derdim ay. Rahmet sizlerge hakikaten güzel bir içiliş oldu. Hoş tamaşbılla bu güzel içilişini bizge sungan, öz hal mukamını orundagan bu sanatkarlarımızı sizlerge tanıştırışın ruhsat kaysılar. On taraftan başlayıp bugünkü programının ve faaliyetindeki ataklık tembirçisi Mirkamil Türkel Efendi. Norvegiyadan oldu. Gollandiya'dan skripk şair Kamen Abbas Efendi. Ve Türkiye'den kelgen aziz mehminimiz Doktor Gülzade Tanırtamlı Hanım. Dünya Uygur Kurultayı Medeniyet Komitesi'nin müdiri ve Uygur Avrupa Medeniyet Merkezi'nin mesulü Mömincan Rahmancan Efendi. Belgiye'den Duttar ve Tembir Ustası Ezher Enver Efendi. Ve Anglia'dan Dap Ustası Dapçı December kılamındaki Dilzat Turdinimiz. Ve öz hal mukamının culasını tıkım culalandırgan ataklı usulcimiz Germaniyadan Güldiyar Nurmehmet Hanım. Bugünkü bu grubununki mesul buluş bilen Mömincan Rahmancan Efendi'ninki sizlerge açık köngül söz varken tene merhamet. Rahmet. Assalamu alaikum. Tomurudun Uygur xalqi yaşayotgan aziz mehmonlarim, her yerde aman bo'linglar. Bugungi Navro'zinglarga va yetimlarga muborak bo'lsin. Her yerde her hoşçakallardan bir qayg'urgan bo'ldim. Bugunkidek kunlikda, bugunkidek chiroyli mushtaqil bo'lgan hammaning chiroyidan, bolarimizning, yoshlarimizning chiroyida kulki jug'asin. Bunday faoliyatlar ko'p bo'lsin. Ko'nglimizda chiroyli texmi yaxshi muqomlarni o'rlig'imiz bor. Bu yurtning tishib yashayotgan o'zimizning tirishchanlik bilan, o'zimizning kuchi bilan sizlarga bir kichkina bir ruhiy ozuq ato qilay deb o'ylayotgan bizdek artistlarga chavaqlaringlar bilan xato bo'lsin, ko'ngil qo'shiqlar bilan apuqalarni anglasanglar umid qilaman. Bu 12 muqam bizning milliy madaniy kimligimiz bo'lish deb o'ylayman. Uning uchun her vaqt bilsek de bilmesek de bu 12 mukamni anlab huzurni alsak, huzurmayli, huzurni alsak bir respekt, hürmet qilgan asosda bir ansaqlan bo'ladi deb o'ylayman. Shuna biz muqamdan boshladik. Qilib kelgan kunliklarni texmi qishirsin, texmi qo'shsin. Medyada xo'sh, yutish uchun tirishimiz bu zakni degan sizlar uchun bu yerdagi biz uchun oynab, usul olsun, hoşan değil mi oynanan olsa biz şunu oturuşaydık, sizler hoşan ötesler. Taş, bazen müzikten çağırarak belki biz anlayamayalımız özümüzdeki avazımız. Rahmet, ben mikrofondan bitireydim. Köpek. Sizin köp rahmet. Hürmet tamaşırlar, hem Allah ma'lum bo'lgandek İran'ın uruşulan hürmüz boğazını itib etken mikrofonun meyğim ta'sir qilyapti. Şo'nlash to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Ben qisqa aralıkta nomur öğründe atman çalda benzin yüzüp ketmeyemiz almıştık bekleyin. Ondaqda tövende Doktor Gülzade Tanırtam'ın oranışı da Leyli Gül ve Teklerim nakşları huzurunlar olsun.
Sizlerni görüp heyecanlı tilim kaldı. Onun üstüne azırak yolduzu kamlar kapışırken ve avazım taza vermez. İstanbul'dan geldim. Müniş'teki Uygur cemaatiye, Müniş'teki Uygur cemaatiye, Türkiye'deki, İstanbul'daki Uygur cemaatinin salamlarını hep geldim. Kusurumuz olsa azırak gözüm müessallah oldu. Azra etkilim Kaşgar Hoknaştır'dan Leyli Gül Nevkan oldum. Bizi gösterimizde devam kılaylı. Naşrımız sizler için. Kötü rahmet. Taş, Mantıya günü biraz özgürüş oldu. Şunu sen de işlem koymuşsan buldu ya. Sen de işlem koymuşsan buldu. Dolayısıyla ama şu bunlardan güzel olan ikinci numarayı teklerin diye nakşını olabiliriz.
vatanga borgandek va vatanda o'tirayotgandek isbotimiz bu deyman ha. Naq bizningki vatan firaqida chanqigan shu ko'nglimizga suv bo'lish uchun vatanni sevgan tog' suvlarimizni eslashimiz uchun tog' suvlari huzuringlar bo'lsin, kollektiv o'rinlaydi. Merkan'ın Türkiye'nin orun dışında Gülilana.
nakşılardan Harvikeş nakşıları ve Subulu Bahtın Ezher Enver'nin orunlaşıda huzurumlar olsun. Atam beni vay hal keşke Haru haydar vay gülüp keser
bugünkidek vatanimizde zulüm ve ırkı kırgınçılık taz küçüyatkan vakitte hemmeyle köngülü yerim, köngülümüz küçük hale turvatıdı. Ama bu digenlik olmaydı ki her günü jığlap nezir çıraqla ötküzümüz diye mena kelmeydi. Xitay bizni asımlasak yok kılış için bizni kırgandan sırt yana medeniyetimizni yok kılatıdı. Şuna ibayeten programımızdan başlanışını dep ötkünümdek bugünkü bizninki bundaq faaliyetlerimizni ötküzüşümüz Xitayninki del yok kılatkan ve yok kılamavatkan medeniyetimizni yaşatıştığın başka narsa emas. Şu ba'zanlar o'ylash mumkin, bu yerda vatanda zulm bo'lsa, naqsh o'ynayib turdi. Zulm qarshi kurashni qilamiz, o'xshash vaqtda Xitoy bizning yo'q bo'layotgan madaniyatimizni qo'llaymiz. Xitoy bizningki yo'q qilmoqchi bo'lgan butun narsamizni qo'llashning o'zi dal inqilobning o'zidir. Madaniyatimizni qo'llashning bundan ayrılmaz bir qismi. Şuna bu yer köygününlerde bizimki küçük ballarımız mı var, perzentlerimiz mi var? Biz küçük vaxtlarımızda, vatanımızda vaxtımızda köygen top, medeniyetlerimizni körep durup büyüyen top. Bizimki perzentlerimiz o günkü günde bunu görüş fırsatı mehrum olmakta. Bugünkü yerde nakş usullarını oynayan vakitte, sehni küçük usullarda şundak bir kıstiteyli ki perzentlerimiz körep Uygur degen bu şundak milletkenler özünün milletinin pəxirlensin. Medeniyetimizni qoğdaşınki özümüzden ayrılmaz bir burç ekanligini farzandlarimizmi bilib yetsin ve bunun bilan vatanimiz azat bo'lgan chaqda medeniyeti qo'g'dalgan bir Uyg'ur millati bo'lib vatanimiz qaytaydi. Xo'sh, undaqda sahnaga Mo'minjon Rahmonjonni taklif qilaman ve onun o'rinishida aytilgan sho'x usulliq kuylardan huzurlangaysizlar. Qani marhamat. Yüksek mezilge hayran olsun halayir zevk almışsız günlerge nakşımızın sadası yanlısın her bir sahnede Uygur olmayı hemdeniz yaşayınız her kalbide dostlarınız ben gülüp olsun Yaman gözlerine Rabbim asrısın yurt denizde
Meylimi degan naqshini bugun inimiz Dilzat Turdining o'rinishida va Güldiyar Nurmahmadningki usulda huzuringizga sunamiz. Qani marhamat. Gelmek bulup sen gelmedin, gelmek bulup sen gelmedin. Söz bulsa yalgan neydim Veslinge imkan vermedin, veslinge imkan vermedin. Gündüze hicran neydim Veslinge imkan vermedin, gündüze hicran neydim Sonuçta diğerine kötü bırakmak.
Ya hayır, yok.